Assalomu alaykum aziz do'stlar. Angrendamiz. Angrenda Moskva shahariga qarab ketyapmiz. Angren bekati mana ofislarimiz, chipta sotish joylarimizdan bityapti. Avtobusni qo'yib qo'ydik. Aka-ukalar, mana xudo xolasa avtobusning chiqish sharoiti mana Nuriddin ham shu yerda. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Endi buni bu yog'iga ofitsialniy reyslarga ketmoqchi bo'lgan akalarimizga tavsiya qilamiz. Toshkent, Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg akalar. Haftada 3 marta dushanba, chorshanba va juma kuni reyslarimiz amalga oshgan akalar. Ketmoqchi bo'lgan akalarimizga xudo xolasa endi buni bu yog'iga ofitsialniy reyslarga tavsiya qilamiz. Qonuniy ofitsialniy reyslarimiz akalar Primoy Toshkentdan chiqib boradigan avtobusimiz boradigan manzil metro Kotelnikiga va Shokskiy metroga akalar. Reyslarimizni kelsak akalar, qonuniy reyslarimiz hamma sharoitiga ega, smenalari, qulayliklari bor akalar. Voditelь ishda har 4 soat almashadi akalar. Dokumentlari, avtobusda hamma dokumentlari bor akalar. Granitsada turib qolish yo'q. Tojikistonlik fuqarolik akalarimizdan ham telefon qilinglar, xudo xolasa qo'ldan kelguncha sizlarga ham ketishga harakat qilamiz. Tojikistonlik akalarimiz bir ko'ngilni bog'laninglar, ketishlarga yordam beramiz akalar. Biz bilan bog'lanib ketmoqchi bo'lgan akalarimizga telefon qilinglar, xudo xolasa Primoy reyslarni amalga oshiringlar, bizni kuzatinglar akalar. Sog' bo'linglar, sog' bo'ling.